Lavli, diviziya komandiridan telefon keldi. Diviziya komandiriga xizmat ishlamagansiz? Bundaq cho'ng ishni yo'shirsam bo'lmaydi. Yanjang universitetida chekimchilikni o'rganmagan bo'g'idingiz? Xo'p, yo'shirin hujum qilish planini amaldan qoldirib o'rnimda buyruq kutaman. Buni sizdan ko'rmayman. Dushman tarafda o'zgarish bo'pti. Qiziqkansiz. Endi ish boshlaydi desam, oshkorlab qo'ydingiz. 2 brigada alvasti xotin yo'linishi qarab jiddiy yo'tkilib o'tibdi. Ajab mening yuzimni qipta. Depol komandiri, qachon yo'lga chiqamiz? Intayin xijilman. Plan amaldan qoldirildi. Mush yerda qilib men shtab boshlig'i bo'lmamsiz. Men xaritada ep berilgan bundaq o'lchamlik chiroyli mashg'ulotni ko'rmagan. Bosh shtabdan shtab boshliqlarini qo'lingizga suv qo'yib beramigidek. Bu qanchalik ish edi? Xuangpoda xarita mashg'uloti asos mahorat hisoblandi. Siziqsizlanmagan odam qanday jang qila oladi? Ondaq degilim bo'lmas. Mana men siz ishni bilmay turib o'xshashda jang qilyapman-ku. Ishonmayman. Qarasam xaritadan nayt obdan foydalangansiz-ku. Men tug'ilishimdilla xarit ko'rishga mayir edim. Ishonmayapsiz, shundaqmi? Uydagi vaqtimda Sovet o'qigan. Qizil armiyaga qatnashgan chaqda diviziya komandiriga muhofizatchi bo'lgan. Tunji qitim xaritani ko'rgandila, uningdan xarita emas, haqiqiy bir manzilni ko'rgandek bo'lgandim. Diviziya komandiri Hajab o'zingni bilimni ko'rsatib ketding-ku. Qilmaga bir ko'rsatib boqmamsa deganda, ko'rsatganlarimning hammasi to'g'ri chiqqandi. Diviziya komandiri meni sen Soltekning rostilla talantdan bakan deb tilagandi. Hozir dushman bilan bizning vaziyatimiz nihoyat aniq bo'ldi. Mana qarang. Bu sizlarning o'rninglar. Bu 4-brigada, 9-brigadaning o'rni. Alvastalarning sepi g'alatil turdi-ku. Ular zodi nima qilmoqchidir? Lavli, diviziya shtabidan buyruq tushdi. Bizni Chinjajiligiga kirib, bosh shtab So'lqantining bexatarligiga kafolatlik qilinglar deydi. Bosh shtab boshlig'ining yuragi qopdek bor ekan. Yenilaran ikkili polkni qapdi. Masalan, mana bu yerda agar alvastilar bosh shtabning qayerdaligini bilib qolsa, 5 polk bo'lgan bilanmi beka? Lavli, qo'shinning tayyorligi bitdi. Sizningcha shuncha vala tayyorlik qilib bekaga avar bo'lsak bo'lmas. Yapon alvastilari avliyo bo'lgan taqdirdami 2 brigadani ajratishini atayin. 2 brigadani ajratganligidan men Liyulongni deb kelganligi aniq turmamdi. Qani deb beqinglar. Sizlarcha kimni deb kelgandi? Lavli, biz yuqoridagilarning cho'qim oydinlashtira oladiganligiga ishonishimiz kerak. Shundaqdimi, bilib turib bilmaslik qilsak bo'lmaydi-da. Bundaq bo'lsin. Rajo, siz 2-3 batalyondagilarni boshlab javjatchilik qilib bering. Men 1-batalyon bilan mushahara qilay. Xotondagi alvastlarning men qanday qapqon qurdiganligini bilgin ba. Lavli, biz burilla men jangga, siz turmushga mas'ul deb bekitgan-ku. Doklad, ruxsat. Diviziya komandiri, polk Chinjajiligiga kirib oldi, lekin lekin 1-batalyon bormabdi. 1-batalyon nega ketibdi? Yo'lning nemishqa buyrug'imni to'liq ijro qilmabdi. Jav siyosiy komissar 1-batalyon o'z o'rnida qilib, dushmanlarning ahvolini bilmaydiganligini aytdi. Yo'q, gap. Yo'lning degan u hilgardan kim oldikini men bilmay qolatdim-mi? Berib, yo'lning qayerdaligini so'rab kel. Hop. Soltekni. Azroq bosh qo'yasizlar, odamga chataq terib berdi. Jav siyosiy komissar? Diviziya komandiri, Jav siyosiy komissar Liyulongni 1-batalyonda qoldi deydi. Javg'ang'ida darhol Liyulongni chaqirib kelsin. Bosh shtabning bexatarligida qilchilik masala ko'rilgan bo'lsa, o ikkisi kallasi bilan javob berdi. Hop, tushundim. Diviziya komandiri,
Jav siyasi komissarning deyishicha, telefonchilar urdilnisi Chinja jilg'isi bo'lg'achqa Leyilong bilan aloqa qilmayotimiz dedi. Jav siyasi komissar yana 1-batalyon bo'lmasmi mustaqil polk jangni o'xshashli yaxshi qiladi. Bosh shtabning bexatarligiga beshimiz bilan kafolatlik qilamiz dedi. Javgam, sizga shuni deb qo'yay. Sizning Chinja jilg'isidagi asosli vazifangiz dushmanlarning yo'shirini hujum qilishdan mudofiya ko'rish. Sizlarning o joyni aytib muhim. Qilchimo bexaslik qilishga bo'lmaydi. Yansın kentidagi saboq bizga dushmanlarning tog'li rayonlarda jang qilishga moyil alayli qismning haqiqatan mavjud ekanligini isbotlab berdi. Leyilong bilan 1-batalyonda xabar bo'lsa darhol ma'lum qilinglar. Kechiktirishga bo'lmaydi. Qaltisqo, elimi yaxshi hujum qilish nuqtasini asldagi o'ringa o'rlashtirmabdiq. Polk komandiri, sizni qarmoqqa ilindiradigan yamchuk chiqdi. Tozi payzi qilib eling. Rastla shunday ish bor ekan. Av Baysun kentiga boradigan yo'lga deyman. Aslida rastlaman qopqon qurib tikanda. Hey. Shu birodar, qarang. U olvastila tayanch bazdikiga o'xshamandi nima? Qadamlarimo nihoyat jonliq, putida xirim oyoq turdi. Tayanch bazdiki olvastlarning putida rizigichamlik oyoq batdi. 4-brigada muddatdan burun kelganmidi ya? Afsus. Boy bo'lamaydigan bo'ldim-da. Polk komandiri, qaringiz bo'lmasin. Qo'shinlar azaldan yangalis urushidi, yangish ko'z yetmasa ketdi emasmi? Shu birodar, g'alati ish. Bargohda nurg'un odam qolgandek turdi. Qarang, yana chiqdi. Aslida yo'shirnish maqsadi bor ekanda. Cho'qim 4-brigada shu. Qarang, motosikletlarni maydab chiqdi. Jabba chektinglar, siyosiy komissar. Siyosiy komissar, polk komandirdan hech xabar yo'qmi? Buning bilan qaring bo'lmasin. Sen mushu qo'rg'onni mustahkam saqlab, bir uchar qanotni o'tkazib etmasangmi bo'ldi. Men diviziya komandiriga kallam bilan kafolat bergan. Agar meni kallam ketadigan bo'lsa, avval seni yutibman. Uy? Ziyoli deganning ajab ochiq yo'l bo'ldi-ku. Nimaga qarashsan? Nimaga? Qarg'adek nima bo'ldi? Sizlarga shuni deb qo'yay. Bir ahvol bo'lib qolsa, hammang jining tikib elishsa, kim diginimdek qilmasa, men avval shuni aytaymi? Boshliq mushtaqning ostida. Ma'qul, xutum, oldingi safda qanday ahvol bo'lsa, darhol bosh shtabga doklad qilinglar. Bir umr jang qildim. Lekin olvaslarning bu qitim zodi nimasi borligini zodli uqolmadim. Epsepining faqatli tayini yo'q. Diviziya komandiriga yetkazinglar. 4-brigadaning oldin qismlariga kuchini markazlashtirib hujum qilsin. Hujum qilib popli chekilsin. Ularning qanday inkos qaytirdiganligiga qarab boqayli. Diviziya komandiri bizga bosh shtab hozirgi o'rnidan chekingandilar, xotirjam hujum qilinglar deb topilgandi. Diviziya komandiriga aytib qo'yinglar. Mening ikki putim bor. Men bu qechishni bilaman. Ular xotirjam hujum qilib, dushmanning haqiqiy maqsadini cho'qim aniqlasin. Xo'p. Medarlamanglar.
Alvastlarning nima qilmoqchi ekanligini zotli bilamadim. Aptidan qaraganda katvoshlarga orqada o'xshamamdi. Polk komandiri. Bu jangni qilamda qilmamdi. Chekinsakmi, xatirni aytdi cho'ng. Oldi keynimizda dushman bor. Umumiy vaziyatdan qaraganda hech kimning o'rni men Li Yilongninkidek yaxshi emas ekan. Dushmanlarning harakati aniq emas. Hozircha jim turayli. Pashijanida ularning qinidan bir qusoq ichidi. Mening qo'limda bir batalyon odam tursa. Yillon birodar. G'ayratingizga qoyilman. Lekin nima? Pulni boy hajlisa, kambag'alning yeni og'ribdi deganda qanchalik ishkanligim o'zimga ayon. Buyruqimni yetkaz. Hech kim midirlamay hujumga o'tishga buyruq tutsin. Tarat qig'iz kasimi ishtinog chiqaraversin. Hop. Hammalar buyruqimga quloq solinglar. Hech kimning midirlishiga ruxsat yo'q. Hech kimning midirlishiga ruxsat yo'q. Buyruqimni kutinglar. Hozirdan boshlab sizlar har qanday odamning dadisi, o'g'li, aka inisi, iri yoki do'st emas. Hatto sizlar Yapon podsho armiyasining odatdagi askar emas. Sizlar Yamamoto alayda qismining a'zosi. Sizlarning qo'linglarda 1-korpusning tarixiy yangidan yozildi. Nishon har qanday bedel to'lashdan qat'iy nazar 8-armiyaning bosh shtabini Shimoliy Jungodagi 8-armiyaning eng oliy qo'mondoni yo'qotish. Otlaninglar. Yaponchani bilamsiz. doim ishlatadigan so'zlardan bir qanchani bilaman. Ular nima deyishyapti? Aniq anglayolmadim. Yapon tilida tamoq yeyman deganni nima deydi? Tamoq yeyman deganni Wow. Tabiru. Uxlash deganni-chi? Nima? Aramdan bo'lgan deganni-chi? o'zingiz tushib so'rab boqmamsiz. Agar so'rg'ili bo'lsa, buni emas, xuddi podsho oliylari keldigandek paypitek bo'lib ketibsizlar-ku deb so'raydim.
Siz ularning edibini berishimni xohlamaydigan o'xshamamsiz. Obdaroq o'gini bilan bu degan dushmanlarning chekinish yo'lini etib o'tish deb ataladi. Agar hujum qiladiganlar bo'lsak, ular patparaq bo'lib ketadi. Siz hozir buyruq xiloflik qilyapsiz. Bizning diviziya komandirining qandayligini obdan bilaman. Urushda g'alaba qilsammi bo'ldi? Buyruqni har qanday sodiq ijro qilgan bilan jangda g'alaba qilamsan beka. Qarab turing, bu jangda bizga ziyon yo'q. Havomi xeli obdan, kayfiyatimizmi yaxshi? Ularning cho'qim edibini beramiz. Polk komandiri, granatchilar ko'ribsa oldinroq surilsinmi? Orliq bak yiroq ekan. Degan yak tashlab bo'lmasmikin deyman. Aldirma. Bir ashab paydo bo'lganda chiqsam kechikmaysan. Polk komandiri, yana saqlandiq. Ha. Qulog'ingni dang tutib buyrug'imni kut. Xo'p. Yönelish xato emasdi. Boshliq 8-armiya bosh shtabining quvvat kuchlik radiosi izchil telegram yo'lladi. Signalni bag'an sari kuchayotdi. Tong etishdan burun cho'qim yetib bora olamiz. Amasa to'g'ri ekan. Ko'zdan ko'chirish o'migining nakatganligini so'rab boq. Ular bizga bak yaqinlashsa bo'lmaydi. Hay. So'voy. Voy. So'voy. So'voy. U bizga nimani ko'rsatadigandir? Hamma yerda garnizon qismlari turdi. General-leytenant Shinoseka bizga o'yin qo'yib berayotgan o'xshaydi. Uning birinchi korpusidagi askarlar butunlay qatnash saqchisiga o'xshab qopti. General-leytenant Shinoseka alayda qismni bak yaxshi ko'rdi ekan. Shunga o'yin oxirlashmagacha aniq bilmasligimiz mumkin. Yamamoto Naiti menmancha aqdi. Uning Germaniyadan nimalarni o'tganligini hech kim bilmaydi. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan narsaga ishondigan aqdi. Shunga cho'qim o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Bo'lmasa, quruqliq armiyamizdagi azamatlar bu yerga nima deb keladi?
Ularning qatnashqanda qo'mondonlik qilganligini ko'rgili kelanda. Fukobi efendim, polkovnik Yamamoto bizga general mayor mashinadan tushib aram ağaçtırsın degan edi. Brigadanlarning qo'mondonlik shtabi nerede? Bizden 30 kilometr nerede? Leytenant, bizni bu qaqas yo'lda aram oldirishdan bekleyip ketganligini his qilmadingizmi? Siz oldidagi mashinaga chiqib yo'l boshlang. Chaqon bo'ling. Biz qo'mondonlik shtabinglarni hech bo'lmasa jangga qatnashgan qo'shinlarni ko'rmasak, qanday bo'ladi? Hop! Pol komandiri, ular keldi. Yük mashinasi ekan. Rastilla cho'nkaga o'xshamamdi. Qaranglar, alvastlar salom beryotdi. Granatchilar, alvastlarning ko'zi olchakman bo'lgan fursatdan foydalanib oldiga o'tinglar. Granatchilar, chiqinglar! Elemanchilar o'qni ayayman demay jinni berchi asu. Tunji qatimdalar alvastlarning yerini yo'qtimiz. Bundan keyin hammamiz ishtikni chiqarib jangni oxirlashtiramiz. Hop! İştikni chiqaringlar! Jangga tayyorlaninglar. Ko'pchilik jangga tayyorlaninglar. Bir general mayor, alt polkovnikdan boshqa qolganlarning hammasi ofitser ekan. Tanrı'nın közü bakın! Atmala, atmala! İtişin toqtuğla! O general mayorunu herkes öldürmela! Onun bilen üzüm ilişimem! Yoldaşlar! O general mayorunu terif tutaylı! Hurra!
Alat! To'xtanglar! Brigada komandirining sizlarga deydigan gapi bor ekan. Boshlig'imiz harbiylarning jasoratini namoyon qilish uchun armiyalar bilan toki o'lib tugigacha birma-bir do'yilg'i tushish taklifini bermoqchi. Qandaq? Qo'shilamsizlar? Ma'qul. Hammanglar jim turinglar. Alvastlar bilan yakma-yak erishimiz. Alvastlarning mustaqil politiklar nayzvozlik qilishda qo'rqadigan degan gapini olg'im yo'q. Bunda qilish mening sha'nimga dog' tekkizganlik. Keyin yana bu atrofda yuzimni ko'tarib yursam bo'ladi. Ular nima deyishyapti? Bir necha yapon alvastisi qolgan tursa, ular gap sepib nima qiladi? Hammasini bir aqli itivesli bo'lmadimi? Sen, kim kirişe? Çıkmalar! Alvastlar çıktı. Nemi qilmoqsizlar? Nima qilmoqchi? Men chekinmayman. Li Yunlong nima ish qildigan odam? Shinja jilg'isini bir polik askar tutib turamizsa, unda polikni bekor qilib o'taman. Siyasi komisar, düşmanlar kıyadı yağmışıp çıkardı. General'ı tutmayın inşallah. Bir malvasından bu yerde ödük geçiyor, rızat yok. Hop! Batalyon komandiri! Batalyon komandiri! Batalyon komandiri! Polkovnik! Polkovnik! Nimaga jiddiyliksan? General leytenant siz bilan bevosita ko'rishaman deydi. Men Yamamoto. Hozirroq avachliq yo'liqdim. Nima? Hurra! Çekilin la!
көзден көтеріш өмегеден жатақ шығыпты. Тамашымы болмағанды екен, ойын қойғанның нем пайдасы? Bu yerden ketmesiniz bulmaydı. Nemiş ka? Lüyülün kedi. Başlıkını kovdağla. Derhal çekilin la. Nemiş ka? Beni koyuyutun la. Ben çekilmeymen. Ben çekilmeymen. Beni koyuyutun la. Nemi kılmak size? Polik komandırın la. Yılın bazını kovdağlatkan dursa. Genişimden nemiz örüydi. Beni koyuyutun la. Beni koyuyutun la. Lüyülün şundak yarımaz bu. Bir polik çinca cılgısını tutturamaz bu. Beni koyuyutun la. Ben çekilmeymen. Lüyülün şundak yarımaz bu. Bir polik adam bazını kovdağlatsa yenilemiş çekilmen. Koyuyutun la. Yürüyeceğim. Yönfi birodar, Li polik komandiri. Yönfi birodar. Bu qilishni sizga sovuq qilay. Boshliqning qilchini bizning brigada komandiri ep ketdi. Ammoqning bamiga bor degan gap emasmi? Yo'llang birodar, rostla ta'lili sarkar ekansiz. Alvastlarning Shimoliy Jungoga avatilgan ko'zdan ko'chirish o'mikidagi 100 dan ortiq xil ofitserni sizdan bir batalyon odamimiz talto'kis yo'qotdi. Narik talaykan u. Siyosiy komisarim yaramas bo'lib 2-3 batalyonlar butun kuchi bilan taqobil turmagan bo'lsa, kallam allaqachon harbiy sotqa avatilatdi. Shunga töhba bilan xatoliqim tang bo'lganda ekan taqdirlashning o'rni yo'q. Buningga ko'nib qoldim. Yo'llang birodar, bir yoqqa yetkilgan o'xshamamsizlar. Haq shuncha ola ziyon tortgan tursa jimiyat odamsiz. Bu mu yaxshi bo'ldi. Ot ustida makon tutib, yurt kezganmi obdan ish. Xo'shlashishdan burun sizdan bir savol so'rag'im kelyapti. Menga cho'qim javob bering. Axborotmi? Yo'l yo'riqmi yo'q tursa, bu yo'lda cho'qim jang bo'ladiganligini qandoq biladingiz? Nimaga asosan shundoq faraz qildingiz? Sezgingizgami yoki boshqa narsigami? Javobini ayt oddiy. Düşmanımning mening yomonligimni bilmaganligiga asosan. Çilok, nungfu kalano buday. Matako buday janai. Kalewa, kiramono bolo bolo. Nikeki niteru. Fuyo wa shinpai shite. Kale no seifu. Fuyo no kungfuku wa dasanai. 大部兵士はまだ行教世紀まずの寛容と寛容工場を使うの寛容と使ってるこのような悪くな武器を使うとして弾薬はまだ足りない一人は5発弾じゃ足りない。このような部隊は日本軍人の戦闘としてまた超短だ。将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私はこの責任を
取りたいのであります。責任？私は考えること。責任ではないです。私考えることは、地中に成果を役れて、地中に赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジアジャングルの中に、シナの山に、100何名の日本人死んでしまう。これは大事なことじゃない。東京靖国神社の壁に名前増やすだけ。将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。我々シナに100万の精鋭軍隊一が攻撃される。傷と皮削られないです。私は考えることは責任ではない。準国下の100万の日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の慶応と承継です。わかりました、将軍。私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか？第386両リストンです。また李云龙だ。李云龙，yana shu Li Yunlong. Onun materyalini taptanamı? Äpleşmepti. Yamamoto. Siz Yaponiya padişahlık armisi Germaniyaga bilim aşırışqa alohida tanlab evetken ofitser. Siz munavvar askar turib, raqibingizni qilchimi tushunmagingiz faqat äpleşmepti. Undaqda siz 8-ci armiyaning hozir qayerdaligini bilmaydi ekansiz-da. Qo'mondan, ehtimol Yamamoto. Mana ehtimolliq emas. Xaritadagi aniq o'rni belgisi kerak. Ularni darhol ratlab chiqing. Agar unda qilolmasangiz, birinchi korpus butunlay sharmanda bo'ladi. Hozirgi masala shuki, men razvedka vazifasini o'tayotgan 6 aeroplanning hammasini bizga bo'shliqdan razvedka qilishga yordam berish uchun yondirib kelish to'g'risida buyruq tushirdim. Sizning alohida qismingiz butun kuchi bilan moslashib, Li Yunlong qismini cho'qim tepishinglar. Ularni tutma qilib, cho'qim kallasini kesib kelishinglar kerak. Hop. があります。一つは円釈山の第二戦長編部。もう一つは大気予算特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。もう一つ目標は総括しています。八路軍の李云龍。将軍、私は話していくのがありますか？話していいかわかりません。話してください。恐れ入ります、将軍。あなたは拳場に走っています。続けていてください。特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、塚を必ず救うのはバカバカしいことです。数でままだ。山本君、
解放は最近は大規模の軍人行動がつもりです。あなたは分かるだか分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。天皇陛下尽くし死んでも心の国はありません。それは良いです。それは頑張ってください。はい、わかりました。